Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Qolu qanğa boyalğan Maşinurining o'rniga Çin-Şiaojiang almashtirildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bosh ijrochilaridan biri bo'lgan qo'li qonga bo'yalgan atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shunrining o'rniga Chin Xiaojiang ismli Xitoy amaldor almashtirildi. Xinhua agentligining bugungi xabarida Xitoy rejimining atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetidagi asosli amaldorlarni tanishganligi Ma Shunrining bundan keyin atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari daimiy komitet a'zosi va partiya komiteti a'zosi qatorliq vazifalarni o'tamaydiganligi, uning boshqa vazifaga tayinlanganligi, Chin Xiaojiang ismli Xitoyning Ma Shunrining o'rniga kelib, yuqorqi vazifalarni ustiga oladiganligi bildirildi. Xabarda bu qarorning xizmat ehtiyojiga va atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik rahbarlik guruhining amaliy ahvoliga qarata cho'nqur tadqiq qilish orqali chiqarilganligi da'vo qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Chin Xiaojiang 1962-yili Xitoyning Zhejiang o'lkasida tug'ilgan. Ilgari Markaziy Birlik bo'limining muavin ministri, Xitoy Millatlar ishlari komitetining boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. U yana 20-navbatlik Xitoy Markaziy komitet a'zosi ekan. Ma Shunri 2021-yili 12-oyda qo'li millionlagan Sharq Turkiston xalqining qini bilan bo'yalgan Chin Quangoning o'rniga vazifaga o'ltirgan bo'lib, 4 yilga yaqin vaqt jarayonida o'xshashli irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli qattiq ijro qilgan edi. Xitoyning ilgari Millatlar ishlari komitetining boshliqlik vazifasini o'tagan Chin Xiaojiangni tuyuqsiz vazifaga qo'yishi diqqat qo'zg'amoqda. Trump TikTok uchun xaridor topganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyning qisqa sin hambaharlash supisi TikTokni setib oldigan xaridor topganligini, ularning bir to'p intayin boy kishilar ekanligini, taxminan 2 haftadan keyin salohiyatini oshkorlaydiganligini aytdi. Amerika ovozining aloqador xabarida bildirilishicha, Trump yakshanba kuni Fox kanalining ziyoratini qabul qilganda bu uchurni oshkorlagan va kengayishayotgan mazkur sodining Xitoy tomonidan tasdiqlanishi kerakligini, ammo Xi Jinpingni tasdiqlaydi deb qaraydiganligini bayon qilgan. Navbatda TikTokning Amerikadagi abonentlari 170 millionga yetadigan bo'lib, bir qism tadqiqot organlari TikTokning Amerikadagi tijorat qimmatining 40 milliard dollardan 50 milliard dollargacha ekanligini aytgan. Yana ba'zi analizchilar bo'lsa 30 milliard dollardan 35 milliard dollargacha ekanligini ilgari surgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi tunugungi axborot yig'inida bu haqdagi savolga duch keldi. Ammo u bu masala to'g'riliq ta'minligidek uchuri yo'q ekanligini bildirib, tafsiliy javob berishdan o'zini qochirdi. Amerikaning aloqador qonuni bo'yicha Xitoyning ByteDance shirkatiga tava TikTok supisi Amerikadagi mulozimatini xohlagan bir Amerika shirkatiga setib bermasa, bu yil 19-yanvar Amerikada ishlatilishdan to'xtatilishi kerak edi. Ammo prezident Trump 20-yanvar ikkinchi qatim prezidentlik vazifasini boshlaganda bu qonunni ijro qilmaslikni tanlagan va boshda vaqt chekini aprel oyining 5-ga, keyin yana 19-iyunga uzartgan. 19-iyun bo'lsa yana oxirgi muddatini 90 kun uzartib bergan edi. Trump Iran bilan suhbatlashishni rad qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning Iran bilan kelishishga urinayotganligi haqidagi xabarlarni inkor qilib, hech qanday suhbat o'tkazilmaganligini ta'kidladi. Shuning bilan birga u Amerikaning Iranning yadro ul aslahalarini butunlay vayron qilganligi haqidagi so'zlarini qayta ta'kidladi. Trumpning bu bayonotlari uning avomga jakarlagan eng yuqori darajadagi besim siyosatiga zid holda hukumatining Iranning puhraviy yadro energiya planini qo'llash uchun 30 milliard dollargacha mablag'ga erishishiga yordam berish niyatini maxfiy holda o'tirg'a qo'yganligi haqida xabarlar tarqalib, bir necha kundan keyin e'lon qilindi. Trump dushanba kuni muxbirlarga so'z qilib, Iranning yadro iqtidoriga doir navbatdagi bayonlarga zid holda Amerikaning Iranning yadro aslahalarini butunlay vayron qilganligini ilgari surdi va men Iran bilan suhbatlashmayman. Biz ularga hech nima taklif qilmaymiz deganlarni qayd qildi.
İranning diniy rahbari Xamenei bo'lsa, oldingi hafta X hisobida yo'llagan uchurida Trumpning Iranning yadro muassasalariga qarshi qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarini mubolag'a qilganligini, bu hujumlarning hech qanday muhim natijaga erishalmaganligini, ko'zlagan maqsadiga yetolmaganligini bildirgan edi. Meta shirkati $500,000 dan ortiq jarimaga duch keldi. Tayvan raqamlik ishlar ministrligi Facebookning ona shirkati bo'lgan Meta paycheklik shirkatiga e'lon beruvchilarga oid uchurlarning oshkorlanish darajasining yetarsizligini sabab ko'rsatib, $512,324 jarimani qo'ydi. Fox Tayvan gazetining xabarida bildirilishicha, Tayvan raqamlik uchur ministrligi Metaning yaqinda qarab chiqilgan 23 deloda e'lon beruvchilarga oid uchurlarni yetarli darajada oshkorlab bermaganligini ko'rsatib, shirkatga jarimani qo'ygan. Qarorda ko'rsatilishicha, munosabatlik doiralar shirkatning e'lonni e'lon qilgan yoki mablag' bilan ta'minlagan shaxs yoki organlarga doir uchurlarning oshkorlanishini talab qiladigan aldamchilik jinoyati xavfining oldini olish qonuniga xiloflik qilganligini bildirgan. Bu Meta shirkatining o'xshash bir masala sababli Tayvanda ikkinchi qatim jazolanishi hisoblandi ekan. Facebook Tayvandagi aldamchilik e'lonlarining asosli manbalarining biri deb qaralayotgan bo'lib, tekshirish natijasiga asoslanganda tekshirishga qatnashgan tayvanliklarning 60% dan ko'piragi Meta subsida aldamchilik uchurlariga uchraganligini aytgan. Meta shirkati bo'lsa 2024-yildan buyon dalillash tartibini kuchaytirganligini va ishlatuvchilarning kimligi dalillanmay turib e'lon chiqarishning oldini olganligini bildirgan va supining bexatarligini o'stirish uchun aloqador doiralar bilan hamkorlikni kuchaytirganligini ta'kidlagan. Elon Musk yangi partiya qurish haqida chaqiriq qildi. Milliarder korxonachi Elon Musk Amerika prezidenti Donald Trumpning xarajat qonun taklif loyihasiga bo'lgan tanqidini kuchaytirib, davlatning hal qila olmaydigan qarz patqiqiga qarab mengayotganligi to'g'risida ogohlantirdi va yangi siyosiy partiya qurishni taklif qildi. Elon Musk X hisobida federatsiya qarz cheklamasini $5 trillion ko'paytiradigan loyiha to'g'risida bayonot e'lon qilib, buni sarangliq bilan xajlash deb atadi. U iyunning 5-ida Trump bilan mazkur loyiha to'g'risida ochiq-oshkora talash-tartish qilgan va keyinchi tanqidini yumshatgan edi. Shundaq bo'lsa-mu, bu surkilish siyosiy rahbarlar bilan davlatdagi angdonliq savdo korxonachilari o'rtasida texmi chunqur ziddiyatlarning borligini kishilarning ko'z oldida namoyon qilgan edi. Elon Musk bu loyihani tanqid qilgandan keyin Tesla shirkatining paycheklari zo'r darajada tushgan bo'lib, shirkat qisqa vaqt ichida $150 milliard bozor qiymatini yo'qotgan. Shirkat paycheklari keyinchi o'rlagan bo'lsa-mu, bu voqea siyosatchilar bilan korxona rahbarlari o'rtasidagi ochiq-oshkora surkilishning bozorlarga bo'lgan ta'sirini ko'rsatgan. Amerika asosiy qonuni yangi siyosiy partiya qurishni man'iy qilmasa-mu, Amerika siyosiy tuzum qurilmasi ikki cho'ng partiyani qo'llaydigan bo'lib, kichik yoki yangi harakatlarning uzun muddatlik ta'sir ko'rsatishini intayin qiyinlashtiradi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.